qiyshayib reklama qiladi-yu. Birini qarasang suv, birini qarasang kalbasa reklama qilgan bu nima yo'q? San'atkor uyat emasmi? Mana ana san'at show biznesda nima topdi? Modadan qolib, tirikchiligi yurmay qolgan odam reklamaga urib boryapti o'zini. Reklamaga urgan san'atkor o'ldi degani. Har kuni qiyshayib basharingizni ko'raversa, bu думаете, людям это приятно. San'atkor chiroyli kiyinishi mumkin, lekin chiroyli bo'la olmaydi. Go'zal bo'lishi mumkin, abayashka bo'lishi mumkin.